Assalomu alaykum, skuter kanal muxlislari. Bugungi obzorlarimizda 3 oyoqli hozirgi skuterlarimizni obzorlarini aytib o'tamiz. Qora sveti, temir qora hamda temir qizil svetlari bor. Hozirgi skuterlarimiz juda hammaga birdek yoqib keladigan, undan tashqari joni qattiq skuterlar toifasiga kiradi. Bemalol o'ziga 250 kg sig'imda yukni ko'tara oladi. Shopirdan tashqari orqalari mana bunaqangi holatda taklanadi hamda bunaqangi holatda sidina ham bo'ladi. Undan tashqari orqa eshiklari ham mavjud. Skuterimizda 350 12 yumshoq temir diskali balonlarda ishlatilgan. Undan tashqari orqalari ham betdan ochiladi. 6 ta akkumulyator joylashgan, Cobalt kalit. Undan tashqari pastavka zaryad beradi. 3 ta skoroslari bor, oldi aynaklari bor. Pultdan zavod bo'ladi, pultdan qulflanadi, pultdan ochadi. Undan tashqari oldida bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, o'sha 5 ta fonar joylashgan. Xullas kelgan qulaylardan biri, bir tormozni bosganlaringda to'g'ri 3 balon birdaniga ushlaydi. Bitta tormoz bosganda 3 balon birdaniga bu degani taklanadi, oyoqni bosyapti, ushlaydi. Oyoqdan boshqa tormozlari yo'q. Bitta oyoq qo'l tormozi ruchnoy bor. Akkumulyatorlar mana bu yerda joylashgan. Mana bu yerda yopishtirishlanuvchi laklanka bor. Mana. Aytib o'tganimizdek, kulrang qora, undan tashqari dugas qora, dugas qizili bor. Xo'p, narxiga kelsak, narxi aka bizda naqd savdo orqali bu skuterlarimizni $650 olsalaring bo'ladi. Bo'lib to'lash, topganda berib, bunaqa narsalarimiz yo'q. Undan tashqari veloskuterlarimiz bor mana. $300, $265, $300 bu geli akkumulyatorlari. Va geli $300 bilan $350, monsterlarimiz $400. 350 kiloli molarimiz esa $750 dan. Bu kabinkaligimiz $900, $1000. Keyin 1 tonnali yarim kabinka $1250. Keyin uchoqlarda yangi pozitsiyasi keldi mana. Buni ham narxi $650 chiqadi. Bunda ona bizcha boshqacha dizaynda ishlatilgan. Buni obzorini bundan keyin videoga qo'yamiz. Bonusi bor $1000, $900, $800 keyin bu. Xo'p, bundan tashqari mana bu yerda $350 JKT modelimiz bor. Bunisi $450. Veloskuterlarimiz 4 million, 4 million, 270 ming, $270, $400. Bundan tashqari bunaqangi dugal skuterlarimiz ham bor. Nalichada. Bularimiz esa $550 chiqyapti. Keyin cho'ntagida bu modelimiz chiqdi $255.